mustahkamligidan to hozirgi kungacha yaxshi ahvolda saqlanib qolgan. O'sha davrlarning boshqa inshootlari bugungacha yetib kelmagan. Salbchilarning qal'alari hali ham savlat to'kib turibdi. Suriyadagi Krak de Chevalier fikrimni tasdiqlashi mumkin. So'zma-so'z tarjima qilganda ritsarlar qal'asi degan ma'noni anglatuvchi Krak de Chevalier Damashq shahridan 130 kilometr shimolda joylashgan bo'lib, salbchilar qal'asini qamal bilan olish qanchalik qiyin bo'lganini hozir ham bildirib turibdi. Bir necha kilometr qal'adan kaftagidek ko'rinib turgan. Qal'a ham shu qadar kattaki, uzoqlardan ham u yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu esa yaqin atrofdagi boshqa qal'alar bilan olov, tutun yordamida xabar almashish imkonini bergan. Qal'a dushman hujumidan saqlanish uchun barcha zarur ashyolar bilan ta'minlangan. Ammo bu qal'alar qanchalik haybatli ko'rinmasin, ichkaridagi hayotga havas qilib bo'lmasdi. Soqchilar doimiy kuzatuvda, qal'aning butun aholisi esa doimiy vahimada yashashgan. Kimdir ichkariga oshib tushadi yoki devorlar tagiga portlovchi moddalar ko'mib, qal'aga zarar yetkazadi degan xavf ularga tinchlik bermasdi. Sababi, tashqaridagi aholi ularni yomon ko'rardi. Salbchilar qal'a ichiga berkinib kun ko'rishga majbur bo'lishdi. Salbchilar islom savdogarlari bilan bir necha marta ittifoq tuzishdi va har safar uni buzib, savdogarlarni talashni odat qilishdi. Qal'a yonidan o'tgan savdo karvonlariga omonlik berish haqida kelishuv tuzilgan bo'lsa-da, salbchilar ularni talashni, mol-mulklarini tortib olishni to'xtatishmasdi. Yaqin Sharq mamlakatlaridagi mol-mulklar salbchilarni dovdiratib qo'ydi. Ular Yevropadaliklariga tushlariga ham kirmagan narsalarni islom o'lkalarida uchratib ko'zlariga ishonishmasdi. Ipak, oltin, zeb-ziynat, noz-ne'mat ularni bari salbchilar uchun chinakam yangilik bo'ldi. Bu narsalar Yaqin Sharq o'lkalarida shunchalik ko'p ediki, salbchilar ularni asta-sekin Yevropaga tashiy boshlashdi. Yevropa birinchi marta sifatli ipak matolar bilan tanishdi. Salbchilar chinakam savdogarlarga aylanib ketishdi. Ular islom o'lkalarida kuch bilan qo'lga kiritgan narsalarini Yevropaga olib borib pullashga kirishdi. Bu esa Yevropada islom o'lkalaridagi hayot tarziga qiziqish uyg'ota boshladi. Salbchilar o'tgan-ketgan karvonlarni talab kun kechirayotgan bir paytda islom rivojlanishdan to'xtab qolgani yo'q. Muhammad alayhisalom keltirgan xabar hamon dunyo kezishda davom etardi. Masjidlar ko'paya bordi. Me'morchilik, adabiyot, san'at va madaniyat sohalarida ilgarilab ketgan musulmonlar jamiyati chin islom asosidagi ittifoqni yanada mustahkamlashga kirishdi. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر Iymon katta saltanatga asos soldi. Islomiy madaniyat bu saltanat hayotini go'zallashtirdi. Butun bir saltanatni birlashtirib turgan narsa savdo hisoblanardi. Musulmonlar savdoga ham xuddi ilm kabi munosabatda bo'lishdi. Natijada yangi kashfiyotlar ixtiro qilina boshlandi. Tarix birinchi marta pul o'rniga chek yozib berish holatiga guvoh bo'ldi. Arablar shak deb atagan bu qog'oz parchasi Ispaniyada yozilgan bo'lsa, hech qiyinchiliklarsiz Hindistonda ham pulga aylantirilishi mumkin edi. Ma'lum bir qiymatga ega chek yozib berilishi islom savdogarlarining ishini ancha osonlashtirdi. Bu xuddi hozirgi markazlashgan bank tizimiga o'xshab ketardi. Endi pullarni davlatdan davlatga tashib yurishga ehtiyoj qolmadi. Bu esa davlatlar
davlatlararo ishonch, kelishuv mavjudligini bildirardi. Bu pulni ham qiymatini oshirdi, savdogarlarni xavf-xatardan qutqardi. Pul endi xuddi mol-mulk kabi bu yil Samarqanddan Kordobaga borib, keyingi yil yana ortga qaytmasdi. Chek tizimi oddiy aholi orasida ham ishonch tuyg'usi kuchayishiga sabab bo'ldi. Musulmon savdogarlari esa o'rta asrning eng mohir savdo odamlariga aylanishdi. Islom faqat savdo sohasida emas, balki boshqa sohalarda ham muvaffaqiyat qozona boshladi. Forslardan po'latga ishlov berish sirlarini o'rgangan Yaqin Sharq temirchilari o'rta asrlarda dunyoning eng mohir ustalariga aylanishdi. Damashqda ishlangan qilichlar esa to bugungacha jahonning tengsiz qilichlari sanaladi. Ammo islom olamining o'sha davrdagi eng katta muvaffaqiyati to'qimachilik sohasida erishgan yutuqlari hisoblanadi. Aynan shu sabab musulmonlarning ipak, paxta va boshqa to'qimachilik mahsulotlariga katta talab vujudga keldi. Bu o'rta asrlardagi eng mukammal ishlab chiqarish sanoati sanalardi. Musulmonlar uni har tomonlama keng yo'lga qo'ygan edilar. Ular faqat mato ishlab chiqarish bilan chegaralanmay, uni savdoga chiqarish, eksport qilish bilan ham shug'ullanishardi. Islom o'lkalarining iqtisodiyoti ham asosan shu sanoatga bog'liq sanalardi. Yevropaliklar dag'al kiyimlarda yurgan bir paytda islom o'lkalarida ancha murakkab va juda mukammal to'qish uskunalari ixtiro qilindi. Bugun inglizlar ishlatadigan Damask, Taffata kabi fabrika bilan aloqador so'zlar o'sha davr ta'siri sifatida hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Islom olamida to'qilgan matolar o'z davriningina emas, balki shu kungacha to'qilgan matolarning eng yaxshilari sanaladi. Maxsus to'qish uskunalari faqat bitta yoki bir nechta ipni bir-biriga chachishtirish bilan chegaralanmay, unga ipak aralashtirish, oltin zarlar bilan bezak berish, ba'zi hollarda esa faqat ipak va paxtadangina mato to'qish imkoniyatiga ega edi. Bu yuqori sifatli matolar Yevropada katta qiziqish uyg'otdi. Yevropaning boyvachcha tabaqalari, shu jumladan cherkov ham islom o'lkalaridan matolar sotib olishni odat qildi. Hayot bilan vidolashgan zotlarini qabrga qo'yayotganda ham nasroniy cherkovlari islomiy o'lkalarning sifatli matolaridan foydalanadigan va marhumlarni shu matolarga o'raydigan bo'lishdi. Ba'zan Qur'on oyatlari bilan bezak berilgan matolar ham qo'llanila boshlandi. Shu sabab o'rta asrlarda chizilgan ko'plab cherkovga qarashli ikonalarda Qur'on oyatlari yoki hadislar yozilgan matolarni uchratish mumkin. Italiya uyg'onish davri musavvirlari tomonidan chizilgan suratlarda Bibi Maryam tillo bilan bezak berilgan juda chiroyli ipak sharflarga o'ralgan holda aks ettirilgan. Eng ajablanarlisi, bu sharflarda ba'zan arabcha yozuvlar, Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning payg'ambari degan so'zlar yozilganiga guvoh bo'lasiz. Nasroniylar bilan 100 yilga yaqin jiddiy to'qnashuvlar olib borgan salbchilarning ketma-ket hujumlaridan ancha aziyat chekkan islom olami nihoyat yana o'z obro'sini tiklay boshladi. Yevropa tarixchilari tomonidan ko'p tilga olingan va g'arbda Salohiddin deb nom qozongan islom qo'mondoni Salohiddin Ayyubiy Hazrat Umardan keyin Quddus shahrini fath etdi. 100 yillik tanaffusdan so'ng muqaddas shaharda yana islom bayrog'i ko'tarildi. Salohiddin haqida men shuni aytishim mumkinki, u juda iste'dodli sarkarda bo'lgan. To'g'ri, u din sohasida ham aql, bilim, dunyoqarashlarida ham o'z davrining tengsiz odami bo'lgani aniq. Islom qo'mondonlari orasida Salohiddin alohida ajralib turgan. 1187-yil Salohiddin 12,000 jangchisi bilan Quddus shahrini ozod qilishga kirishadi. Salkam 100 yildan beri shaharga egalik qilayotgan salbchilar shahar himoyasi uchun Quddus tashqarisiga chiqishga qaror qilishadi. Salohiddin va uning askarlari salbchi ritsarlar bilan shahar yaqinidagi Xatin tepaligida ro'baro kelishdi. 3-iyul kuni kechga yaqin ikki qo'shin Xatin tepaligining ikki yonini egallashdi. Quddusning atrofi qovjiragan dashtdan iborat edi. O'rta asrlar, Yaqin Sharq, u kabi joyda bir qultum suv tog'dek oltindan ham afzal ko'rilishi tabiiy.
Atrofga qorong'ulik tusha boshlagach, Salohiddinning jangchilari qovjiragan o'tlarni yoqib yuborishdi. Kuchli shamol olovni tezlik bilan Xatin tepaligiga hayday boshladi. Salbchilar olovdan qochib, Salohiddinning jangchilari qurshoviga tushib qolishdi. Olov asta-sekin pasayishga tushdi, ammo jang endi qiziy boshlagandi deb yozadi Salohiddinning kotibi. 3 ta xudoga sig'inuvchi dushman 3 ta otash qurshovida qoldi. O't, alanga, chanqoq va o'qlarning olovli harorati ularga yopirildi.